Assalomu alaykum do'stlar. Mana shu yerigimizga, ya'ni mevalarimizning bog'imizdagi barcha mevalarga shirinja tushyotgandi. Shularni 3 kun oldin doraladik. Mana ko'rishingiz mumkin. Shirinjalari nobud bo'lgan. Hozir unga qanaqa dori sepganmiz? Shularni sizga ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin. Nomini o'qishingiz mumkin. Progress plus est. Mana shu dori. Bu shiraga zaharli, shira mevalarning shirasiga, zaharli mevalarning qurt tushishiga oldin oladi. Juda ham zo'r dori. Bundan 10 litr suvga 15 gram solamiz. Mana bu esa mos bilan o'sha 10 litr suvga mana bundan 15 gram solgan bo'lsak, mana bundan o'zimiz piyola bo'lib, uyda ishlatadigan piyoladan bir piyola, ya'ni xorazmchasiga tushuntirganda bitta kasa solamiz. Mana shu mos bilandan bu eritilgan tayyor holati. Uni eritib qo'yganni baqashiga solib, mana shunaqa 1,5 litrlik idishda mos bilan olamiz, eritamiz. Yaxshilab chaqatib solishdan oldin bir piyola 10 litr suvga bir piyola mos bilandan, mana bu nomini o'qib olishingiz mumkin, o'zingiz yaqqolashtirib ko'rsataman. Mana shu doridan 15 gram solamiz. Shirinjalardan batamom qutulasiz. Progress plus. Mana shu doridan 15 gram solamiz. Bu shira qurtga qarshi ishlaydi. Shirinjaga ham ishlaydi. Dozani oshirib beradi buni qo'shsak. Shunda yaxshi effekt beradi. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman. Bizga like bosing, obuna bo'ling. Xorazm viloyati Bog'ot tumanidan video syomka qilyapmiz. O'zimizning bog'imizdan bu yil uzumlarimizning o'sishi, avji juda ham zo'r. Narxlar juda ham yaxshi rivojlanyapti. Mana ko'ryapsiz, xomtak qilganimizdan yana qapriqlashib ketdi bu. Oralariga qarang, xuddi xomtak qilinmagandek bo'lib qolgan. Ikkinchi xomtakni olib chiqmoqchi edik, uspit qila olmadik. Payvand bilan yurdik, shuning uchun qo'llarimiz tegmadi. Mana bu yil toyf uzumlarimizning boshlari juda ham yirik. Juda ham yirik bo'lgan, mana qarang. Boshlar juda ham katta hosil qilyapti. Xudo xohlasa, mevani ham shunaqa qilib katta qilib tuysa, juda ham dehqonlarimiz uchun foydali bo'lardi. Mana avji juda ham zo'r bog'imizda bizim bu yil uzumlarning, toyf uzumlarining hosili ham, mevasi ham juda ham zo'r. O'sishi, narxlarining yiriklashi, mana novdalarining yiriklashi ham juda ham zo'r. Faqat buni olib bog'lab chiqishimiz kerak, ikkinchi xomtak qilishimiz kerak. Bizning payvand ishlarga yurib qo'limiz tegmadi. Endi gulga o'tirgan, bir 50% gulga o'tirgan. Shuning uchun gulini to'kkandan keyin biz bularni bog'lab chiqamiz. Mana mevalar juda ham yirik, bir qarishdan ziyod qilgan. Bu yil uzumlarimiz xudo xohlasa juda ham chiroyli bo'ladi deb umiddamiz. Qanday ishlovlar beramiz, bularni sizlarga albatta video qilib YouTube'ga joylab boramiz. Bizni kuzatib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing.